Shaxsiy kutubxona bu avlodlarga qoladigan bebaho merosdir. U insonning bilim, tajriba va qiziqishlarini o'zida aks ettiradigan muhim xazina hisoblanadi. Ana shunday kutubxonalardan biri Jalaquduq tumanining Qatortol MFyi Kattapolvon ko'chasida yashovchi Bektashev Iqbol tog'a xonadonidir. Qatortol dahasida ya'ni Kattapolvon mahalla yo'lida yashayman. Anchadan beri shu kitoblarga bo'lgan shu bolaligimdan biz kitobga ko'p qiziqganman. Unda bolada ular kitoblarni o'qib juda yaxshi kitoblar chiqaradi. Emas. Undan keyin o'sha kitobxonaga kirib qolsam, gazga kirib o'rib qolganman o'shada. Boshqa nima ishlar qiladi, shuni shug'ullanib qolman. Esimda o'zbek adabiyot san'at jurnali mana uni kommunizm tubi gazetasi. Iqboljon tog'a uzoq yillar davomida uyda o'zining shaxsiy kutubxonasini tashkil qilib, bolalari va nabiralariga o'rnak bo'lmoqda. U uzoq yillardan buyon tarixiy, falsafiy, badiiy adabiyotlar hamda gazetalar sotib olib, o'zining kutubxonasini boyitib kelmoqda. Kutubxonadan mahalladagi turli yoshdagi fuqarolar o'zlariga kerakli bo'lgan kitoblardan bemalol kirib foydalanib kelinmoqda. Oturgan kampir muzikaga jinoiy ishda dilxirash spesiallar malajadi u. Hammadan qazish foydali. Shu ayolni umri uzaydi shu bilan. Shuni yoshiga qaytdidan haligi o'ziga sig'masin o'ngir. Tinch edi hammayoq, tinch edi har yoq. Titraydi go'yoki yer bilan osmon. Boshimga xastalik tushdi nogahon, meni olib keting o'z diyorimga. Talpinaman diyorim u O'zbekiston. Sehrini aytishga bormi hech imkon? Yo'q, o'zga yurtda bera olmayman jon. Meni olib keting o'z diyorimga. Shaxsiy kutubxona qurish bu faqat kitob to'plash emas, balki ongli yashash, o'z ustida ishlash va ma'naviy hayotni boyitish yo'lida muhim qadam va avlodlarga merosdir. Shaxsiy kutubxona sohibi Bektashev Iqbol aka va oila a'zolariga jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.